Bugun sizlarga dizelni vibratorimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu dizelni vibratorimiz quruvchi akalarimizga asosan ishlatiladi. Bu vibratorimizda benzinli, dizelli variantlari bor. 165, 180, 200 va 230 razmerlari bor. Kimga kerak bo'lsa, pastga nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bir sizlarga ayni qiziq joydan biri 12 ta viloyat bo'yicha o'tirgan joyingizda rastrochka qilishingiz mumkin. 3 oydan 12 oygacha bo'lgan muhlatda bu vibratorimizni endi sizlarga ishlatib tekshirib ko'rsatamiz. Vibratorimiz buyurtma asosida keltirilgan. Bu ikkalasi ham bundan ikkita keltirildi. Bu quruvchi akamizga Guliston tumaniga ketyapti buyurtma asosida. Sizlarga ham xuddi shundan kerak bo'ladigan bo'lsa, shu apparatlarimizdan pastga nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Mebel chakalarimiz uchun yana bir nabor. Bu kompressorimiz 5 shumli hisoblanadi. Ayni domda, ko'p qavatli uylarda ishlatiladigan kompressorimiz. Arzimagan mana shu uchun ham katta kompressor olib chiqadi. Bu 5 shumli bo'lishi kerak. Sizlarga hozir 5 shumli kompressorimizni ishlatib ko'rsatamiz. Dublni o'qlar bilan. Bu kompressorimizda litraji 9 litrlik bo'lib turib, Victor brendiga tegishli. Buni hozir sizlarga ishlatib tekshirib ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsiz o'qda. Endi oxirigacha qoqamiz. Kompressor avtomatik ishlaydi, davleniya kamaysa. Endi kichkinaroq o'qimizni tekshirib ko'rsatamiz. Endi sizlarga stepler otadigan ko'rsatamiz. Stepler otib ko'rsatamiz sizlarga. Ko'rganingizdek, steplerni ham yaxshi otdi. Ebebanks brendiga tegishli stepler pistoletimiz. Kimga bulardan kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Nevidinga P va o'q otma otadiganlar mavjud. Bundan tashqari bu kompressorimiz ham bunga mos. Bunga katta, bu stepler o'qlarga katta davleniya shart emas, 1,5 atmosfera yetadi. Bemalol ustiga kelishingiz mumkin.